tozasidan bormi, menga tozasi kerak degan akalarimiz uchun mana Angren shahridagi eski Aliboboni orqasidan bitta toza masli uy topib qo'ydik. Qani bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Mana bu ko'rishlaringiz mumkin katta eshigimiz. Katta eshigimizdan shundoq kirib kelganimizda chap tomonimizda sanuzelimiz joylashgan. Bundan keyin katta holimiz va ikkita bu yoqda xonalarimiz bor. Qani bo'lmasa unda sanuzelimizga kiramiz. Sanuzelimizda ham mana oynalar qo'yib qo'yilgan. Kirganimizda yangi ta'mirdan chiqqan uchun xonamiz ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Hojatxonasi bilan sanuzeli bitta, bu yoqda mana oynalari bor. Yana katta oyna. Bu yoqdan chiqqanimizda bu uyga ayniqsa oq rangni yoqtiruvchilar uchun tavsiya qilgan bo'lardik. Hamma joyi oq, o'sha qaymoq rangda qilingan. Bundan keyin mana o'ng tomonga o'tadigan bo'lsak, bitta zalimiz joylashgan. Zalimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda ham oq ranglar bilan turib, akfa oynalarimiz o'sha moda bo'lgan rangidan ko'rishlaringiz mumkin. Tashqarini bemalol ko'rib, kuzatib o'tirsa bo'ladigan. Aytgancha bu domimiz 3 qavatli domning 2-qavatida joylashgan. 3 xona o'sha 4 xona qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Xonamiz ham kattagina 5 ga 3 holatda. Xo'p, bu zalimizdan chiqqandan keyin bitta yotoqxonamiz bor. Mana yotoqxonamiz ham bu yoqlar ham oq rangda chiroyli qilib turib qo'yib qo'yilgan. Remontlari отопленияmiz shahar отопленияsiga ulangan. Mazza qilib qishda ham issiq holatda o'tirsalaringiz bo'ladi. Xo'p, bundan chiqadigan bo'lsak, mana studiya formatida qilib qo'yilgan. Bu yoqda akalarimiz ta'mirlarni chiroyli qilib turgan ko'rishlaringiz mumkin. Zalni o'zi ham juda katta ko'rsatyapti. Eshikdan kirib kelganingizda ayniqsa bu yoqqa yumshoq mebellarni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, uголокlar deymiz. Uголокlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, mazza qilib o'tirsangiz bo'ladigan aka. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqqa televizorlarni osib qo'yib, mazza qilib hamma xonalarga mana alohida o'tiradigan joy. Xo'p, bu yoqda ham mana отоплениyalarimiz bor. Issiq holatda bo'ladi. Uy egalari qishda issiq bo'ladi deyishyapti va oshxonaga kirib keladigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin. Oshxonamiz ham o'sha oilalarimiz uchun kichkina oila bo'ladigan bo'lsa, masalan, 2 farzandi bor yosh oilalar uchun ham to'g'ri keladi. Mana shu yerda bitta bu yoqqa ham uголокcha qo'yib oladigan bo'lsa ham bemalol o'tirib ovqatlansa bo'ladi. 4 kishi yosh oila uchun bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin bu yoqda ham. Va bundan keyin o'tadigan bo'lsak, ayollarimiz xonasi, oshxonamiz mana. Oshxonamiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Ta'mirli yangi mebellarni ham yangi qilib qo'yilgan. Hali hech kim ishlatmagan. Gazlari bo'ladimi, bu tutun tortgichlari bo'ladimi, bu shkaflar bo'ladimi, hammasi yangi holatda. Hech kim hali ishlatmagan. Kelib turib, mazza qilib, tozasi, yangisi bo'lib siz ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, oynalarimiz boya aytganimdek mana katta holatda. Xo'p, 3 xona edi. Bu qanaqa 4 xonada bo'lindi deydigan bo'lsangiz, mana balkonimizni 2 ga bo'lishgan. Uy egalari ko'rib turibsiz. Bu yoqda yosh bolasi bor akalarimiz uchun chiroyli holatda mana uy egalari yasab qo'yishgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda kravatimiz joylashgan. Bundan tashqari mana dars qilish uchun bolalarimizga chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Bundan keyin mana bu yoqda shkaflari bilan bitta bola mazza qilib bu yoqda o'zini darslarini qilsa bo'ladi, o'zini xonasi bo'ladi. Yosh bolalar uchun ham ayni to'g'ri keladigan joy mana kravatlari bilan chiroyli qilib turib, akfa oynalar qo'yilgan uchun hech qanaqa shovqinlar yo'q. Jalyuzilari mana aytgandek akalarimiz ilib qo'ygan, chiroyli holatda qilib turib, chiroylisida mana tashqarimiz ko'rishingiz mumkin. Tashqarini ham ochadigan bo'lsak, qo'shnilarimiz yaxshi, tinch. Ko'cha tomonlarimiz ham hech qanaqa shovqinlar yo'q. Devorda bolalar mazza qilib o'ynasa bo'ladigan sharoitda. Xo'p, endi uyning narxiga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi hech kim yashamagan, ta'mirdan chiqqandan beri uy egalari 43500 deb baholashyapti. Rostdan olmoqchi bo'lganlarga o'sha sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz deyishyapti. Agar qiziqadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, hech kim yashamagan uyda olaman Angren shahridan deydigan bo'lsa, kelib turib pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, bundan ham batafsilroq to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va uyimizni kelib turib egalar bilan bemalol gaplashib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Mana shunaqa videolarni Xudo xolasa hali ko'plab joylab boramiz. Kuzatishda davom eting. Angren shahar Kalsoni atrofidan o'sha 3 xona yoki 4 xona uy qidirib yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yadigan bo'lsak, balki ularga nasib qolar. Ertaga kattaroq to'ylar qiladigan bo'lsa,
mana shu joylarda kelib turib siz ham mehmon bo'lishingiz mumkin. Yaqinlarimizga shuning uchun jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shunaqa yangi uylarda yashash hammaga nasib qilsin.